Birinchi o'rinda rinoplastika qildirmoqchi bo'lgan odam 18 yoshdan keyin qildirishadi. Ikkinchisi rinoplastika qildirmoqchi bo'lgan odam o'zi nima uchun rinoplastika qildirmoqchi bo'lganligini bilish kerak. Bular ikki xil toifa bo'ladi. Birinchi toifa nafas olishi yomon, shu bilan birga burnining tashqi ko'rinishi ham juda ham qo'pol. Shu bitta operatsiyada tashqi ko'rinishni ham nafas olishni ham yaxshilamoqchi. Ikkinchi toifa bemorlar nafas olishi yaxshi, burnining ko'rinishi ham juda yomon emas, lekin burnining ko'rinishini o'zgartirmoqchi, estetik nuqtai nazardan qildirmoqchi. Va to'rtinchisi, bemorlar qaysi xirurgga borayotganini bilish kerak va shu xirurgda qanaqa natija bo'lishi mumkin. Va beshinchi bilish kerak bo'lgan narsa, rinoplastikadan keyingi oqibat nimaga olib keladi degan so'z. Mana shu 5 ta narsani bilish kerak. Yoshini 18 yoshdan oshganligini bilish kerak. U burnida nafas olishi buzilganmi, buzilmaganmi buni bilish kerak. Rekonstruksiya, ya'ni tiklov operatsiyasimi, estetik operatsiya qilinishini bilish kerak. Qaysi xirurgga borib operatsiya qildirishni aniq bilish kerak va operatsiyadan keyingi natija nimaga olib keladi shuni bilish kerak.